Tepaga teshiklik bor tepada. Terenchasida teshiklik bor. Bemorning 91-yilgida shikoyati burundan nafas olish qiyinligi va qushtakisimon nafas olishi mana bu teshik, burun to'sig'ida teshik paydo bo'lgan. Inshaalloh biz maslahat qilamiz. Burun to'sig'ini to'g'rilash va burun to'sig'idagi perforatsiya yamash operatsiyasini amaliyotda bajaramiz inshaalloh. Ko'rishingiz mumkin, mana bu burunda teshigi bor. Burun to'sig'ida teshilib qolgan burun to'sig'i. Nimaga sabab bo'lgan? O'zi ham eslolmaydi. Mana skvazga teshib turibdi. Mana bu ikkinchi tarafdan biz instrument qilsak, mana ko'rinib turibdi, buni ko'rasizlar. 1,5 ga 1 santimetr. Aziz do'stlar, operatsiyani yakunladik. Alhamdulillah. Burun to'sig'ini to'g'riladik va chiqanoqni kichraytirdik va burun to'sig'idagi perforatsiyani yamadik. Mana o'sha burun to'sig'idagi perforatsiyani yamagan holatimiz. Mana burun to'sig'ini to'g'rilab, chiqanoqni kichraytirdik. Demak, bu o'ng tarafi, mana chap tarafi, mana tikkan chop qo'yganimiz. Mana burun to'sig'i. Ideal holatda turibdi. Xudo xolasa bemorimiz burundan erkin nafas oladi va qushtakisimon nafasdan xalos bo'ladi. Menga xayr olsin, salomat bo'ling. Kecha qiynalmadingizmi? Yo'q. Operatsiyadan keyin og'riq bo'lmadimi? Yo'q, og'riq bo'lmadi. Buni hozir burundan tozalab berdik. Burunga splint qo'yilgan, splint 2 hafta turadi. 2 haftadan keyin olib tashlaymiz va o'sha olingandan keyingi holatni o'sha paytda baholaymiz. Yana video qilib qoldiramiz.